Qo'l oyog'ingiz uvishyaptimi? Asabingizni davolang. Qo'l oyoq uvishi qon quyuqligidan emas. Ko'pincha yoshlar bizga qo'l oyog'ida uvish bilan murojaat qiladi. Tekshirib ko'rsangiz hech narsa chiqmaydi. Xo'p, nimadan ekan? Stressda yurgan odamlar, asabiylashadigan yoki uyda yoki ishida muammosi bor bemorlar, ko'p charchaydigan bemorlarda bu holat kuzatiladi. Bu asab sistemasini normallashtirib turuvchi ikkita tarmog'i bor. O'sha tarmoqlarning ishi buzilganda qon tomirini toraytiradigan funksiya oshib ketadi, qon tomiri torayadi va qo'l oyoq uvishadi. Haqiqatan ham qon yaxshi aylanmay qoladi, lekin sabab qon tomirda emasda, sabab asabda bo'ladi. O'shaning uchun qon tomirini kengaytiraversangiz ham uvish ketmaydi. Asabni davolasangiz uvishish ketadi. Shuning uchun bunaqa holatlarda ko'proq nevropatologga murojaat qilish va sababini aniqlagandan keyin davo muolajalarini olib borish zarur. Men Maftuna Baxtiyorovna, vrach, nevrolog, neyropsixologman. Sahifamda siz uchun foydali va muhim ma'lumotlar mavjud. Obuna bo'lib qo'ying.